Asterium kripto hamyonlarini to'ldirish yanada osonlashdi. Kompaniya Paynet to'lov tizimi bilan integratsiyalashuvini e'lon qildi. Endi Asterium kripto hamyonini butun mamlakat bo'ylab 25 mingdan ortiq Paynet nuqtalarida terminallar, infokiosklar, agentlar va mobil ilovasi orqali to'ldirish mumkin. Onlayn va naqd pul bilan to'ldirish mumkin. Kuniga 1000 so'mdan 12,5 million so'mgacha. Hamyonni to'ldirish uchun elektron hamyonlar, Asterium kripto hamyonini to'ldirish bo'limiga kirish, keyin hisob ID ni kiritish va to'lovni tasdiqlash kerak. Mablag'lar darhol kirim qilinadi va foydalanish uchun darhol tayyor bo'ladi. Asteriumda ta'kidlashlaricha, Paynet bilan integratsiya kriptoaktivlar bilan ishlash kundalik hayotning bir qismiga aylantirdi. O'zbekiston foydalanuvchilari uchun oson va tushunarli qilingan. Asterium xizmatlari haqida batafsil ma'lumotni kompaniyaning rasmiy veb-saytida yoki Telegram kanalida olsangiz bo'ladi.